Oqsillar tirik organizmlarning asosiy qurilish materiali bo'lib, aminokislotalardan tashkil topgan yirik biologik molekulalardir. Har bir oqsil o'ziga xos tuzilishga ega va aniq vazifani bajaradi. Oqsillarning tuzilishi 4 darajali bo'ladi. Birlamchi aminokislotalarning ketma-ketligi, ikkilamchi tuzilishi spiral yoki qatlam shaklda bukilish, uchlamchi oqsilning to'liq 3 o'lchamli shakli, to'rtlamchisi bir nechta oqsil zanjirlarining birikib ishlashi natijasida. Oqsillar organizmda juda ko'p muhim funksiyalarni bajaradi. Qurilish, ya'ni struktura vazifasi, mushaklar, teri, soch, tirnoq barchasining asosiy qismi oqsildan iborat bo'ladi. Fermentativ vazifasi, fermentlar kimyoviy reaksiyalarni tezlashtiruvchi oqsillar misol bo'ladi. Gormonal vazifasi, ba'zi gormonlar oqsil tabiatiga ega bo'ladi. Insulin, somatotropin kabi gormonlar. Himoya vazifasi, antitanachalar kasalliklardan himoya qiladi. Transport vazifasi, gemoglobin kislorodni tashish vazifasini bajaradi. Harakat vazifasi, mushaklar qisqarishi, aktin va miozin oqsillari yordamida bo'ladi. Energiya manbai, 1 gramm oqsil 4,1 kilokaloriya energiya beradi. Kilojolda 17,6 kilojol energiya beradi. Oqsillar 20 xil aminokislotalardan tashkil topgan. Oqsilning manbalari hayvon va o'simlik oqsillari hisoblanadi. Hayvon oqsillari go'sht, tuxum, sut, baliq mahsulotlari, o'simlik oqsillari loviya, no'xat, yormalar, yeryong'oq, soya kabilar hisoblanadi. Oqsil biosintezi DNK informatsion RNK aminokislotalar oqsillar ketma-ketligida amalga oshadi. Oqsil biosintezida DNKdagi ma'lumot informatsion RNKga, aminokislotadagi ma'lumot oqsil ketma-ketligiga o'tadi. Oqsil biosintezi hujayrada oqsillar hosil bo'ladigan jarayon bo'lib, 2 asosiy bosqichdan iborat. Birinchisi transkripsiya, DNKdan informatsion RNKga o'girilishi. Bu jarayon yadroda sodir bo'ladi. DNKdagi genetik ma'lumot informatsion RNKdan informatsion RNKga ko'chiriladi. RNK polimeraza fermenti DNK ipini ochadi va unga qarshi komplementar informatsion RNK zanjirini yig'adi. Hosil bo'lgan informatsion RNK yadrodan sitoplazmaga chiqadi va ribosomaga boradi. Natijada genetik kod nusxasi informatsion RNK shaklida ribosomaga